Xattotlik yozish emas, balki qalbdagi kechilmalarni qog'ozga tushirishdir. Assalomu alaykum. Meni ismim Abdurahmon Abduqayyumov. Xattotlik ilmi bilan 10 yildan beri shug'ullanib kelaman. Hozirgi kunda 2000 dan ortiq talabalarga dars berdik. Shular qatorida bir nechtasiga ijozalar berib, dars berishlik darajasiga olib chiqdik. O'zim asosiy qadimiy xat turlaridan hammasini xabardorman. Hozirgi kundagi zamonamizda kashf bo'lgan va kashf bo'lishda davom etayotgan 200 yaqin turidan ham qisqacha xabardorman. Xattotlik o'zi nimaga kerak degan savol tug'iladi hozirgi kunda. Birinchi qalam ushlagan bu Idris alayhissalom bo'ladi. Va Hazrati Ali aytganlarki, xat bilan o'zingizni shug'ullantiring, ya'ni mashq qiling deganlar. Va birinchi o'li Qur'on ko'chirish ham Usmon roziyallohu anhu tomonidan ko'chirilgan. Birinchi xat, ya'ni Qur'on ko'chirilgan Hijoziy xati deyiladi. Kufi Hijoziy ham deyiladi. Hijoziyni o'zi ham aytiladi. Va shu xatdan qolgan asosiy 7 xil xat turi kashf bo'lgan. Nasx, sulus, mastaliq, riqo, devoniy, rayhoniy, muhaqqaq va bundan boshqa xat turlari ham kashf bo'lingan. Buni kashf bo'lishiga Ibn Muqla tarafidan asos solingan. Hozirgi kunda keng tarqalgan xat turlari nasx ommalashishining sababi esa juda sodda, kitobatga mos, ya'ni hamma ham o'qa oladi. Arab bo'lgan ham, ajam bo'lgan ham o'qa oladi. Shuning uchun biz masjidlarda, madrasalarni kirish qismida ko'rgan xat esa bu sulus xati bo'ladi. Sulus xatidan nasxning afzalligi esa juda nasxda sodda bo'lsa, bunda juda qiyin bo'ladi. Ya'ni bitta xat turida ustiga qatlab yozsa bo'ladi. Qisqa 1 metrlik masofaga bir nechta so'zni zichilagan holatda joylashtirib yozsa bo'ladi. Yozuv insoniyatni tarixdan xabardor qiladi. Chunki Yusuf xos hojib gaplar bor. Bitib qo'ymasa edi dono qalami, qorong'u qolar edi moziy olami. Ya'ni tarixchilar, ustozlarimiz va katta olimlar bizga tarixni bizga yetkazib kelishligi, insoniyat qanday paydo bo'ldi va hozirgi kungacha yetib kelgan asl sababi esa bu yozuv. Yozuv borki, biz tarixdan xabardormiz. Bu ilmni kelajak avlodga yetkazib berishlik va bardavom qolishlik uchun biz xattotlar bu yo'lda ko'plab izlanishlar olib borishimiz kerak va bizga yaratib berilayotgan sharoitlardan unumli foydalangan holatda o'zimizning ustimizda ishlab, ijodlar, asarlar qoldirishimiz kerak.